psixologiyalarini o'rgandim Layza Askarovnani. Ganoni emas, psixologiyalarini. 82 yoshda ba'zi yoshi kattalarimiz Alsgeymer, demensiya, fikr chalkashligi, qarilikdagi marazmlar, starskiy marazmlar yoki bo'lmasam o'sha xotirani chigalliklari, chalkashliklar juda ko'pda. Chunki men endi mijozlar bilan ishlayman-ku. Tip ko'z tegmasin, Layza Askarovnada u narsani ko'rmadim men. Gaplari chalg'imadi, hammasi sistemaga javob beradi. O'sha psixik jarayonlarda nechta sistema bo'lsa, hammasiga javob beradi. Men aytdim, to'xta, bu genetika emas, bu ishlangan, o'zini ustida ishlangan. Demak, shunday bir hujayra, ya'ni miyani ichigacha quvvat beradigan mahsulotlarni iste'mol qiladilarki, bular hali chalg'imadilar, chalkashmadilar dedim. Keyin yozishdik, kommentariyalarida bitta odam negativroq yozgan ekan, meni jahlim chiqdi. Keyin men kommentariyaga shuna chiroyli javob berdim. Sen dedim, birov odam haqida fikr bildirishdan oldin, sen kegindek bitta ro'para bo'l, bitta yuzma-yuz bo'l, bitta gaplash, ichiga kirgindi, keyin fikr bildirgin deb yozdim. Men professional podxod qildim. Keyin bog'landik bir-birimizga, Nilufar bog'landilar. Opa keling dedilar. Men endi o'zim men havas qilyapman-ku yurish turishlariga, gap so'zlariga, kiyinishlariga, stillariga, shu paytgacha qaddi qomatlariga qiz boladek, umurtqa hech qayerga qiyshayib ketmagan, bizda qiyshiqlar bor, osteopatga boramiz, bularda pul ko'z tegmasin deyman va keldim o'zim. Layza Askarovna, yaxshi ko'raman sizni. Вот вы мой кумир dedim. Men havas qildim. Men sizni yoshingizda men ham shunaqa yurish xohlayman. Bitta gaplar menga tegib ketdi. Men 82 yoshdaman, hali ham kablukdaman degandan keyin men anu primoy tuflilarni hammasini berib yubordim-da, masalan kiygin dedim-da, 9-10 santimetrlik kablok olishni boshladim. Endi 10 santimetrda yurish rosa qiyin, lekin men aytibman, nimaga ular yurganda men eplolmayman. Men nima qarimanmi, men kampirmanmi dedim. Yo'q, unaqa ishoning, meni psixologiyam o'zgarish bo'lib ketdi-da, o'zgardi bu narsalar. Va mahsulotlarni ichishni sekin-sekin boshladim. Orada yana bir situatsiya bo'ldi. Rosa qattiq Covid bo'ldim men yaqinda. 10 kun yo'talaman, kunduzi yaxshi yuraman, kechqurun ertalabgacha yo'talaman. Layza Askarovna telefon qilsalar olmayman deb SMS yozib qo'yaman. Bandroq edim, ona mazam yo'q deyishga uyalyapman-da. Kasalman deyishga uyalyapman. Sezdilar. Siz kasalsiz menimcha dedilar. Ha, mazam yo'q, kechasi bilan yo'talyapman. Endi ham ukollarni olyapman, Ambrabin, tamanda endi yaxshi O'zbekistonning eng nomer 1 doktorlari-da, men bilan atrofimda ishlaydiganlar. Keyin Layza Askarovna aytdiki, yo'q, menga sizni bu holatingiz yoqmayapti dedilar. Men hozir sizga mahsulot chiqaraman. Shuni buni buncha ichasiz, buni buncha ichasiz, buni buncha ichasiz dedilar. Kechqurun jo'natib yubordilar, ichuvering dedilar. Kardio berdilar, kokteyl, nima, kofe berdilar, yana bitta kofe, yana bitta narsa berdilar, hammasini qo'shing dedilar, iching dedilar. Qo'shib ichdim, yo'tal to'xtadi. Endi tasavvur qiling, nechta ukol, nechta lecheniya, necha kun azob tortganman. Kechasi bilan uxlamasangiz nima bo'ladi? Kortizol skachok bo'laveradimi? Kunduzi ishlashim kerak. Men shunaqa qilib Manganoga kelib qoldim. Assalomu alaykum. Bugungi bizani bu galgi liderskiy yig'ilishimizga xalqimiz uchun juda ham sevimli bo'lgan psixologimiz Shoiraxonim Isakova taklif qilindilar va juda ham chiroyli o'zlarini fikrlari bilan mana shu Gano mahsulotlarini qanchalik yaxshi ko'rib va shu Ganoga qanday kirib kelganliklarini o'zlarining tajribalari bilan bo'lishmoqdalar. Layza Askarovna, bu jarayonni biz yoyishimiz kerak. Keling, men sizdan intervyu qilay. Siz gapirib bering, men intervyu qilay va bu intervyuni yoyaylik deb Nozim akaga chiqdik. Intervyu ko'rgan bo'lsanglar kerak, hali ham hamma joyda kesilgan, tarqalib yotibdi. Odamlar sal ongi qarashlari o'zgardi. Nimaga? Chunki men uncha mahsulotni reklama qilmayman. Men xalq oldiga mana men bu ichkin deb chiqmayman. Chunki menga minglab batlarni olib chiqishadi. Men buni reklama qilaylik. Men bu pulini beramiz, Shoirappa, men buni reklama qilib bering. Endi kompaniyalar nomini aytmayman, aytamanki, yo'q deyman. Chunki menga xalq ishonadi. Men gapirsam Shoira Isakova yolg'on gapirmaydi, to'g'risini aytadi va borini gapiradigan mutaxassisni bilishadi. Oqni oq, qorani qora deyman. Qanchalar qiyin bo'lmasin,
o'shandan keyin aytdimki, keling men aytaman dedim. Men gapiraman chiqib dedim. Chunki meni o'zimni голосim bor O'zbekistonda. Meni o'zimni aytadigan gapim bor va menga ishonadigan odamlar bor. Kommentariyalarni o'qiyapmiz, 100 ta pozitiv, 2 ta negativ. Lekin ular ham to'xta shuncha odam pozitiv yozibdi-ku. Demak, bundoq qarab ko'rish kerakdir, o'qish kerakdir, varaqlash kerakdir, o'rganish kerakdir, ichiga kirish kerakdir degan bir fikrlarni gapiryapti. Bu bizning yutug'imiz. Bu bizning yutug'imiz. Va men ana kecha ham bitta kichkina atrifga chiqdi, endi hozir uni ham targ'ibot qilamiz. Yaqinda xizmat safari emas, biznes обучение bo'yicha borib keldim. Malayziya, Singapur, Avstraliya, Yangi Zelandiya. Ketib qoldim u yoqqa qarabda. Hali aldab uchib borib olganmiz. Menga yo'lda kofe ichasiz bu dedilar, lekin gelni berdilar. Men shu gel seni qutqaradi hamma joyda. Suvni ichasanmi, boshqa qilasanmi, shu gel bilan qutqar o'zingni dedilar-da, berib jo'natdilar. Boramiz, tish yuvamiz, ozgina suvga qo'shamiz, ichib olamiz. U bizni o'sha varikozimizni ham o'sha gel tuzatib berdi. Bunyodbek Saidov yiqilib qo'lni lat yedirib oldi, unga ham surdik. Hamma yoqda o'sha bitta gelni surib keldik va men o'sha aynan shu gel bo'yicha kichkinagina intervyu qilib berdim keyin. Chunki sevdim men o gelni. Buni aytmasak bo'lmaydi. Buni xalqimizga ogohlantirishimiz kerak. Kecha mana intervyuga bordim, aynan meningokok ko'payganda. Meningokok ko'payganda menda shunaqa nima paydo bo'ldi? Borku qo'limizda. Tomog'i chaysak, burunni yuvsak, yana nima kerak? Mana shu fikrlar menda kecha rosa nima qildi. Endi bugun erta yana o'sha primoy efir qilib, men yana xalqni ongiga bu jarayonni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa. Shu uchun men bundoq qarayapman, hammanglar chiroylisizlar, hammanglarning yuzinglar yaraqlab turibdi, fayzli, nurli. Bu degani sizlar mahsulotni hujayralargacha joylab bo'lgansiz, lekin men sizlarga yetib olaman. Balki men sizlardan o'tib ham ketaman. Xohlasa. Xo'p. Endi bugun Coviddan keyin bizda muammo ko'p. Covid bizni o'sha deylikki o'sha sog'lom sistemamizni ko'pini buzib yuborgan. Men aytaman, har doim psixoemotsional sistemamizni buzgan Covid deyman. O'z haqiqatan ham shunaqa. Chunki o'sha ayollarning vazn olishi, hayotga bo'lgan qarashlarini pasayib ketishlari, hafsalasizliklar, o'sha emotsional holatning yomon bo'lishi ham o'sha Covidning asoratlari. Birinchi navbatda aytadigan gapim mana shu Gano mahsulotlari aynan o'sha biz yo'qotgan zaxiralarimiz borku, zapaslarimiz, kalsiy, magniy qancha ketgan, o'rnini to'ldirib beradigan boshqa mahsulot ko'rmadim. Men chunki yashirmayman, bu mana bu joyga kelgungacha ham men juda ko'p kompaniyalarni badlarini sotib olib ichgan odamman. Omegasi bormi, D3si bormi, kalsiysi bormi, seleni bormi, hammasini ichgan odamman. Hozir hammasi turibdi-da, faqat o'sha kofe bilan kashalarni yeb maza qilib kelyapman. Bo'larkan-ku deyman. Narxlar nuqtai nazardan men olib iste'mol qilgan mahsulotlar ancha qimmat. Amerikanskiy mahsulotlar, Salgarniki, tam boshqaniki nihoyatda qimmat. Lekin sog'lig'imiz undan ham qimmatligini biz odamlarga anglatish uchun harakat qilyapmiz. Hay, seni sog'lig'ing qimmat. Taqma o'sha brilliantni, qo'y. Sen sog'lig'ingga sarfla. Katta hashamat qilma. O'sha kichkina uyda ham umrimiz o'tadi, lekin chiroyli yashaylik, kasal bo'lmaylik. Bolalarimiz bizni xizmatimizni qilmasin, biz o'zimizni xizmatimizni qilaylik. 100 yoshga yetish bu qiyin masala emas ekan. Aslida insonning sog'lom fikri, sog'lom qarashlari va sog'lom niyati olib borib qo'yaveradi sizni indamasdan o'sha yoshingizgacha. Kecha bitta случай bo'ldi, men o'tirib rosa analiz qildim. Yaqinda bir yosh do'stimiz o'tib qoldi-da, 41 yoshda. Keyin nimaga bu shunaqa bo'ldi desam, kecha shuni kalavasini uchini ochib berishdi-da menga. U aytar ekanki, uxlab qolsa-yu odam uyg'onmasa nima bo'ladi degan savollari bor ekanda, qarang. Bizni miyamiz, mana bu strukturamiz, o'ng yarim sharimiz, chap yarim sharimiz bizni bergan axborotimizni ishlatib beradi. Nimani bersangiz buyruq qilib, nimani biz bunga dastur qilib bundoq kiritib bersak sistemani, o'shani ishlatib beradi. Chunki bu programmani ishlaganmizda psixosomatikada shunaqa narsa bor, so'zning tanaga ta'siri va tanada ishlashi bor. Masalan, men biror kasalman degan programmaga o'tib olsam, meni kasalligimni hech kim topib bera olmaydi. Chunki meni ongim, fikrim kasal bo'ladi. Men sog'lomlashtirish dasturiga o'tadigan bo'lsam, meni harsillamayman, yugurib chopib yetib olaman. Energiya resursimni hisob-kitob qilaman va u yetadi. Va butun bir dunyo apteka, men ham ichim apteka bo'lib ketgan edi. Endi diagnozlarimni aytib o'tirmayman, lekin 20 dan ortiq diagnoz qo'ygan doktorlar. 20 dan ortiq. Jirovoy gepatoz 2-stepen. O't tufayda polip. Chap buyrakda
xronический pielonefrit chap buyrak ishlamaydi degani. Qolgan diagnozlar keyin oxir bir kun o'tirib o'yladim. Men qara sog' joying bormi o'zi sani? Bizda o'sha boyagi programma, bo'ldi 50 ga chiqdik endi yetadi shu degan dastur. Yo'q dedim. Yo'q. Mani hali nevaralarimni to'yi bor. Mani hali qiladigan ishim bor. Jamiyatda odamlarga foydam tegadigan, jamiyatga odamlarga foydam tegadigan deb harakat qilar ekanmiz. Qiladigan rejalarim bor deb turib, maqsadlar, kunda maqsad va mana o'sha maqsadlarim bilan sizlar oldingizga kelib qoldim. Shunaqa. Mana shu mahsulotni yaratishni o'zi bu tafakkurning mahsulida. Mana bu miyada paydo bo'ladi ideya. Uni keyin ozgina razrabotka qilinadi va esingizdan chiqarmang. Har bitta g'oya bu ilohiy aslida. Uni Alloh xohlagan bo'ladi, uni siz bilan biz emas. O'sha qalbiga soladi, miyada patok ochiladi, o'sha patokda o'sha informatsiyani o'sha inson ola oladi. Hammaga ham emas tarixda qolish, hammaga ham emas bitta mahsulot yaratish, hammaga ham emas bundoq men bo'lib bundoq yoyish. Bu juda katta birinchidan salohiyat, tafakkur, ongning mahsuli, g'oyalarni yuzaga chiqarish uchun mana buni ichidagi juda katta bir yurak, juda katta bir insoniylik, juda katta prizmalar bilan bitta ish qilinadi-da. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsalar. Va biz uchun yaratilgan mahsulotlarni qadrlashni o'rganishimiz kerak, qadriga yetishimiz kerak. Sinimni qizi 2 yoshli. O'sha kuni g'ing haligi olgan ekan, vaksina olgan ekan. Shu g'ing'illik urdi, men aytdim, kashani qilib boshladim, aytdim, to'xtadim, bu yoqqa olib kelib olayin dedim. Bu yog'i tavakkal 2 yoshli. Endi anta 3 yosh, 4 yoshga berilsin degan joylarni har xil joydan o'qiymiz-ku. Hech narsa qilmaydi, olib ketdim. 4 qoshiq kashani tiqdim, yuzlari qizarib, mazza qilib borib o'qishga borib keldi. 2 yoshli bolaga men risk qildim. Hech narsa qilmaydi, beramiz dedim. Hali ikkita kashani bitta qilib aralashtirib, bir 4 qoshiqchani og'ziga tiqdim bolani. Ana o'shalarni kim, masalan, men shuni bilmasdim. Nega targ'ibot qilmaymiz? Nega targ'ibot qilmaymiz? Nega aytmaymiz shuni? Ber bu bolangga pitaniya. Men bolalar bilan ishlayman, deb qabulimga bundoq olib keladi. Bolalar nimjon. Rangpar nimjon bolalar. Biz buni siz masalan men bilmadim. Men tavakkal qildim. Lazzaskarimdan bezovta qilgim kelmadi. Ertalab soat 8 eda tavakkal qilib berib bordim. Mana nima bo'lsa oyoq yo'li yo buyoqli dedim-da. Lekin bilardim buyoqli bo'lishini. Chunki mahsulotdan o'lganda men o'lardim. Ichyapman, o'layotganim yo'q. Demak, norma. Shuning uchun oldikmi axborotni biz tarqataylik, axborot tarqalmayapti. Yoki odamlarni negativlardan qo'rqmanglar. Negativ menga ham bor. Bitta gapni gapirib chiqsam 4tasiga yoqmaydi, ikkita gapni gapirib chiqsam 5tasiga yoqmaydi. Agar men ularga yoqadigan gapni topib gapiradigan bo'lsam, men bo'lmay qolaman. Siz ham siz bo'lmay qolasiz agar biz jamiyatga kirib bormasak. Jamiyatni o'zimizga moslashtirmasak, sizni ijtimoiy meningiz men bo'lmaydi. Nomingiz bo'lmaydi, familiyangiz bo'lmaydi. Bu juda katta, juda muhim jarayon bu. Shuning uchun ham maksimum targ'ibot. Chunki nima deydi, qon tarkibidagi yetishmovchiliklar tufayli kelib chiqadigan bolalar onkologiyasi kasalliklari rivojlanib ketyapti. Aytish kerak, biz gapirib boraveraylik, hali chiqmagan jondan umid deganda chopib keladi bu yoqqa. Natija olsa o'zi chiqib gapiradi. Eng muhimi to'xtab qolmaslik. Bizda ozgina zarba berib, gano yomon desa bo'ldi, to'xtab qolamiz. Yomon emas. Men kurash qilyapman-ku, maydonga kirdim men ham. Qo'rqmasdan kirdim, gapiryapman, sen hali ichib ko'r deyapman, sen bu yoqqa deyapman, sen bu yoqqa, yomon deyapsanmi, sen bu yoqqa, men senga tushuntirib beraman. Tarkibini ko'rsatib ber. Ko'r, necha yildan buyon dunyo bozoriga chiqqan, necha yildan buyon bu mahsulot ishlab chiqarilyapti. Imperatorlar iste'mol qilgan, manbalar iste'mol qilgan. Mayli, negativ fikrlashdan oldin biz baribir fikrlashimiz shunaqa-da, bitta ichiga kirib o'rganib chiqsa, uni fikrlashi o'zgaradi. Qarashlari o'zgaradi. Случай bo'ldi, dedi tadbirga bordim. Men o'zim shogirdim. Bir paytlar xuddi kimdir aldagan, uni men endi bilmayman. Mana bundoq ko'rdi-da, vash yosharib ketibsiz dedi. Ammo uni Ganoga kelib, Ganoni yomonlab yurganini bilaman. Men aytdimki, Gano ichyapman dedi. Mimika mana shu, Gano ichyapman dedi. Hech narsa deya olmaydi dedi. Rostdan dedi. Yosharibmanmi desam, ha dedi. Men 5 yil oldingi rasmimni bersangiz, bu qari xotin kim deb ko'pchilik so'raydi-da. Hozir mana shu oxirgi 3 oy bo'ldi aytayotganimga. 3 oydan buyon juda ham yaxshi his qilyapman o'zimni. Kasalliklar chekinishni boshlagan.
to'g'ri, man boshqa uxotlar ham qilaman, trenirovka qilaman, man bu nimani ustida ishlaydigan vibrio trenirovkalarim bor, elliptический trenajyorlarim bor, shug'ullanaman tinmasdan. Nimaga? Man yashagim keladi. Man odamga o'xshab yashagim keladi. Man brilliant taqmasligim mumkin, tilla taqmasligim, u men uchun prioritet emas. Hammasi bor. Men uchun birinchi prioritet meni sog'lig'im, rangimni tiniqligi, ko'zimni yashnab turishi, nutqimni joyidaligi, miyamni sistemasida joyida ishlayotganligi, tanam o'zimga xizmat qilayotganligi men uchun muhim. Mana shu haqiqatni tarqataylik. Inson o'zi uchun o'zi muhim ekanligini ham tushunsin. Hammani qutqara olmaymiz. Nevaralarimiz uchun narsa qilishni ham kerak yo'q. Kerak bo'lsa qilib olsin o'zi. Biz ularga sog'lomlik beraylik, uyda sog'lom muhitni beraylik bo'ldi. Tanasi sog'lom bo'lsa, muhit sog'lom bo'lsa, dunyoni pulini baribir hech kim ishlay olmaydi. Hamma pulni ishlab tugata olmaymiz, lekin o'sha berilgan period muddatni chiroyli yashaylik bo'ldi. Boshqa missiya yo'q. Ganoni missiyasi o'sha sog'lom, esimiz og'ib qolmasdan, gapimizni chiroyli gapirib, necha yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar erkaklarimiz qilichdek, ayollarimiz malikalardek turib bersa bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa beringlar menga. Yosharish programmalarini o'rgandim, chunki menda ham ilm bo'lmagan, yashirmayman. Ovqatlanish sistemam bo'lmagan. Chunki nima topsam yeb ketaverganman. Xolodilnikni shunaqa, men pulim ko'p-da, o'zim nazarimda. Hamma narsa bor, lekin uncha deydigan narsa yo'q. Hujayralarimning narsasi yo'q deydi. Hech narsa yo'q. Tepada brendoviy shirinliklar, pastda brendoviy shokoladlar, undan pastroqda brendoviy pechenyelar, gazirovaniylar, narsalar. Lekin xolodilnikni bundoq ochsangiz yeydigan hech narsa yo'q. Ilmsizligimiz shu darajada bo'lgan. Agar mana shu ilmni, nutritsiologiyani men vaqtliroq o'rgangan bo'lganimda, men Ganoga allaqachon kelib olardim. Men o'rgangan bo'lganligim uchun men chopdim, qani qayerda nima bor, nega bular yosh, nega bular chiroyli, nega bular energichniy deb chopib keldim. Yaxshi mahsulotni mana shunaqangi qilib odamlar o'zi qidirib topish uchun biz gapirishimiz kerak. Lekin mana 107 kiloda 20 xil kasallik, lestnitsadan yugurib keldim hozir. Tirq etgan degan narsa yo'q. Nafas ola olmasdim. Uyim balandlikda joylashgan, borgunimcha pishib, terga tushib ketar edim. 10 ming qadam, 15 ming qadamni indamasdan yurib qo'yaman bir kunda. 20 ming qadam ham yuraman. Tirq etgan narsa yo'q. Nimaga? Sog'lom ilm, sog'lom mahsulot va sog'lom hayot. Hozir xolodilnikni bundoq ochsangiz, kapusta, sabzi, lavlagi, tam zelenlar turma xil, ko'm-ko'k olma, mana bundoq mahsulot yordamchilarim kelib bundoq xolodilnikni ochsa, hammasi zeleniy-da. Nimaga? Biz tabiatdan uzoqlashdik. Gano mahsulotlari aynan tabiatning mahsuloti. Tabiatdan olib tabiatga beryapti. Bizning tabiatimiz bor. Biz yerdan uzildik, dabdala bo'ldik. Biz o'sha mahsulotlarga qarab borishimiz kerak. Hop, kimda yana qanaqa savollar bor, do'stlar? Bilmayman. Bering. Bular liderlar, bular juda katta. Endi bularning oldida gapirisham menga ham sal haligi. Buxoroni eng katta top liderlari, komandalari Qashqadaryoda, Buxoroda, Navoiyda, Inshaalloh. Assalomu alaykum. G'ijduvonda. Assalomu alaykum. Avvalambor sizga katta rahmat demoqchiman. Sizni mana ustoz bilan chiqqan intervyuzdan keyin menga Buxoroda o'zlari so'rab borib 3 millionga maqsad olishdi bolasi uchun. Sizga ishonchlari juda yuqori ekan, rahmat. Men ham 17 yildan buyon shu Gano faoliyatda 17 mingdan ortiq insonga sababchi bo'lganman-da. Har bitta insonda oliy maqsad bo'ladi. Sizda qanaqa oliy maqsad borki, Ganoga keldingiz? Birinchi navbatda meni oliy maqsadim sog'lom bo'lish va mana shu sog'lomlikni targ'ibot qilish xalqqa. Men mahsulot sota olmasligim mumkin, lekin yaxshi targ'ibotchiman. Bu. Ikkinchidan o'zim va oilam sog'lom bo'lishi. Men nevaralarim tug'ilguncha bu narsani o'ylamagan bo'lishim mumkin, lekin nevaralar tug'ilgandan keyin fikrlashingiz ham boshqacha bo'lib qoladi. Ularga ham qanaqadir ilmni, axborotni to'g'ri yetkazish. Va uchinchisi Lazaskarnani izlaridan borish. Qayerga borsalar shu yoqqa boraman. Nima yesalar shuni yeyman. Nima kiysalar shuni kiyishga harakat qilyapman. Bu ham kerak. Assalomu alaykum. Bizda ajoyib mahsulotlarimizga ishonch uchun rahmat. Avvalambor sayyoraman, Namangan viloyati Pop tumanidanman. Menda bir taklif bor. Hozir sizni eshitib, oldin kuzatib yurardim.
yana ham ishonchim ustozga bo'lgan mehringizni ko'rib yana ham o'zimni faxrlanib ketdim ustozga nisbatan ham. Shuni aytmoqchimanki, o'zingizni mana bu sohangiz bo'yicha bilimlaringiz bilan aynan Gana bo'yicha bilimlarni birlashtirib bizga bir kunga trening berishingizni xohlardim. Boramiz Lazzat Karina bilan birgalikda. Ustozimiz boshchiligida Albatta, kerak. Shuni shu bir taklif bilan chiqmoqchi edim. Qilamiz, Rahmat. qilamiz. Xudo xohlasa. Qanaqa savollar? Maqsudovna, o'zimni soham immunologiya sohasi. Siz bilasiz, bugungi 21-asrning eng asosiysi Coviddan keyingi одновременно я работаю в сфере спорта. Ya'ni imkoniyati cheklangan, mana parasport prezidentimiz mana chuqur kirganlar hozir bu sohaga bizga alohida 11 yildan beri parasportda klass, sportivniy klass, ya'ni meditsinada qanaqa nogironlik guruhi bersa, sportda ham shunaqa klass beradigan единственный ayol vrachman. Respublika bo'yicha tanlangan. Men nima demoqchiman, sport bilan umuman sportda dopingga qarshi kurash degan narsa bor. Это просто мое предложение. Ko'p vrachlar gano emas, meditsina ustun, baribir ham birinchi yordam kerak deganda faqatgina bitta narsa aytmoqchiman. Siz bilasiz, Coviddan keyin qon ko'p quyilyapti. Именно quyilgan qonga e'tibor beryapti vrachlar tomonidan. Но Ganoda именно Gano Excel korporatsiyasini choy, Reishi Gold va choy mahsulotlari bugungi kunda qonni ivitish emas, sosudorasshirяющий. Siz baribir vrachlar bilan o'tirasiz, bu narsalarni targ'ibotda bo'lasiz. Это просто мое мнение. Agar shu suhbatda shuni aytsangiz, kechga tinchlangan holatda o'sha siz aytgan kortizol bizni kechqurun ham bezovta qiladi. Потому что sarflanadigan energiyani kechqurunga ham bezovtalik, uyqusizlik, o'sha energiya ko'pligida peshobga chiqishi shu narsalar bo'lgan paytda именно bizani choylarni ni trombaz, ni kardiomagnil, именно shu siz mana hozir aytib yosharyapmizda внутриклеточный degan narsa o'sha qon tomirini slabительный darajada, ya'ni tinchlantirib kengayganda o'zimizni qonimiz quyilgan bo'lsa ham o'zi aktivlashib qoladi. Ya'ni Alloh nima deydi? Bizni o'zimizni yamog'imizni o'zimizdan yaratgan. Не надо удалять, а вот сейчас shu suhbatda просто qachondir siz vrachlar bilan bo'lgan suhbatingizda bizda hozir prezident nima deyapti? Dopingga qarshi ximikat qilma, tabiiy ber, sen vrachsan, sen javobgarsan deganda, endi sportsmenlar bilasiz, reklamaga o'ch, nimadir yangilik qilgisi keladi. Bu narsa Covid vaqtida isbotlandi. Bir nechta sportsmenlarda именно ana shu bizni choyimizni oddiy bizda 95 choy ichilganda biz hozir beryapmiz. O'sha o'zimizni Gana choyimizni faqatgina qon suyultiruvchi emas, sosudorasshиряющий. И мое предложение ham sizga, men o'zim 48 yoshdaman. Ну, не очень, оказывается, разницamiz ikkalamizni ham я вас уважаю, kuzataman. Mana shunaqa nimada targ'ibot deganda biz qon ivituvchi emas, qon tomiri kengaytiruvchi deganda bizni Gana mahsulotlarini targ'ibot qilinganda врачи будут слушать. Eshitadi. Потому что bu narsa yangilikda, bu narsa tibbiyotda kam uchraydigan. Хорошо. Lazzat Karimni har bitta mahsulot bo'yicha alohida intervyu qilaylik. Masalan, o'sha gel bo'yicha qildik-ku, hozir tarqalyapti. Ko'p joylarda kuzatyapman. U yoqda, bu yoqda chiqib kelyapti. Chunki kofe haqida men ichganim bo'yicha soatlab gapirishim mumkin. No gelimni Yangi Zelandiyadan chemodanimga solmabman-da, ruchnoy kladda olib kelib qo'ydi. Rosa alam qildi. Men unga tushuntirdim bo'lmasa, meni dedim tushummiki bu desam aytib no dedi. Bo'pti no bo'lsa no dedim. Lazzat Karinaga borib ozgina anaqa nima deydi, jabrdiydani yoqsam yana olaman dedim. Oldim. No yaxshi u. Bilasizmi nimaga? Dosnadan tashqari qarang, men ispitательный anaqaman deb varikozga yaxshi. Varikozga so'rasiz. Yana qolgan narsalarni endi men erkaklarimiz bor ekan, qolganini ham ayting. Nimani ispitaniya qildingiz? Hammasini ispitaniya qilib bo'ldik. Yuzi maskasiga, burni ichiga ham surib ko'rdim. Qani nima bo'lar ekan deb. Zo'r bo'ldi. Havo ochildi deng. Da. Sarot sразу boshlaydi. Da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shoiraxon, men doktorman. 66 yoshga kirdim, pensiyadaman. Men ish faoliyatimni shu voyenniy tizimda boshlaganman. O'zim Ukrainada meditsina akademiyasini bitirganman. Maşallah. Rossiyada harbiy shifokor bo'lganman. Ko'proq отделение головы и sheyda ishlaganman. Bosh bilan ko'p ishlaganman. Ko'p ochganmiz, uni ko'rganmiz, boshqa qilganmiz. Hozir sizni просто я к сведению хочу сказать. Men shu sizni nimalaringizga bir ikkita narsa tashlamoqchimanki, может быть, kimgadir bu narsa kerak bo'lib qolar.
mana misol uchun siz bitta frazani juda ham yaxshi qo'lladingiz, что yosh bolalarda onkologiya deb aytib o'tib ketdingizda. Haqiqiy ma'noda ham shundoqa. Onkologiya yoshardi degan gap bizda tibbiyot xodimlarining o'rtasida ham bor shu gap. Aslida hamma shuni yaxshi bilib olish kerak, onkologiya yoshargani yo'q. Bizni Alloh yaratayotgan paytida bizni mana shu hujayralarimizni ichiga, ya'ni genimizni ichiga 400 xilga yaqin moddani APP deydi, kompleksini ichiga qo'shib yaratib beradi. Ya'ni alfa peptoproteininiy indeks deyiladi bu narsa. O'shandan bizlarda keyin tug'ma immunitetdan приобретенный immunitet paydo bo'ladi hayotimizda. Orttirilgan. Xo'p, endi shundaki masala bizlar nima qilamiz? Aslida bizlar o'sha nimani 60, 70, 80, 90 yoshimizda ishlatib boshlashimiz kerak. Zaxirani. Da. Biza mana bu narsa iste'mol qilmayapmiz, misol uchun ekstraktlarda. Bizda tez organizmimizda qarish sodir bo'ladi. Qarigandan keyin bizdan so'ramasdan o'sha moddalar chiqadi ekspluatatsiyaga. Ular ishlatilib ketadi. Shuni oqibatida bolalar mana fast food xo'r, ovqatni yeydi degan narsani, ularda tezda o'sha narsa o'ladi hamma. Moddalar ishlatilib ketib, yosharish sodir bo'lyapti kasalliklarda. Aslida bu kasallik yosharmayapti, biz zaxirani ishlatib qo'yyapmiz. Qo'shilaman fikringizga. Endi men tibbiyot xodimi emasman, nutritsiolog aytib beraman-da. Organizmning o'zining tabiiy zaxirasi 30 yoshga ham yetib bormayapti. Ana shunday. 30 yoshga kalsiy, magniylar, sinklar, D3lar yetib bormayapti. Organizmning strukturasi juda kam. Mana nimani hisobiga? Boya gap to'g'ri aytdingiz. Pitaniyamizga qaramayapmiz. Siz bilan biz ovqatlangan ratsionlarimiz yo'q hozir. Men bolalarga bunday ishlayotgan paytimda minuslarni qo'yib beraman-da, ishlayotgan paytimda. Kapitaniyasi. Nima uchun men nutritsiologiyani o'qidim? Dietolog bo'lib olib chiqib hammani ozdirish uchun emas. U ham noto'g'ri programma. Ovqatlanish sistemasini to'g'ri qo'yib berish uchun organizmga, bu temperamentga nima ovqat tushadi, nima yesa allergiya bo'lmaydi. Chunki allergiya ko'pda bolalarning ichida. Nimjon bolalar. Bolalarni aqlli dono bo'lishini xohlaydi, lekin unga aqlli dono qiladigan pitaniyani bermaydi hech kim. Aqlli dono bo'lish uchun oqsili ko'p bo'lishi kerak, bunisi ko'p bo'lishi kerak, uyqusi joyida bo'lishi kerak, resursini hisob-kitob qilish kerak-da. Bolani o'zi nimjon, qoni kam, jigar yaxshi ishlamaydi-da, lekin aqlli bola IQsi zo'r bo'lishi kerak deb olib keladi. Keyin men o'tirib aytaman, "Men buni yemaydi" deyman. O'zi bir 30 ta ovqatni zapret qo'yib bergandan keyin ona o'ylashga majbur bo'ldi. Nima yeydi bolam deydi. Nima yeydi degandan keyin aytamanki, sog'lom ovqatlantirasan bolani. Kashala qilib berasan. Biz tabiatdan uzoqlashdik. Misol uchun mana ovsyanka yemaymiz, yasmiq yemaymiz-da, yomon ko'ramiz. Lekin o'sha tanamizga malham aslida, quvvat, u tanamizni bir nima deydi, qanday tushuntirsam ekan, zaxirasini ta'minlab beradigan taomlar aslida-da. Biz uni yemaymiz va eng yomon ovqatlanish ratsioni bizda. Eng rasvo ovqatlar bizda. Tan olish kerak bu narsani. Hammasidan voz kechib bo'ldik, o'zi kartoshka ham kamayib ketdi, haligi moylar ham kamayib ketdi, transjerlar yeydiganimiz o'sha olivka moylariga ozgina moylar, unaqa juda ko'p ham tonnalab ham ovqat yeyish shart emas ekan. Bundoq sekin oladigan bo'lsak, mana sunnatga muvofiq ovqatlanishga o'tyapmiz-da. Shunday. Biz ozgina bir dindan ham uzoqlashib qolganmiz, ilmdan ham uzoqlashganligimizda endi jazosini olamiz, baribir iloji yo'q. Jazo olinmasligi uchun tez qaytib olishimiz kerak joyimizga. Ya'ni biz tabiatdan uzoqlashmaymiz va hokazo. 30 yoshdan keyin zaxira yetmayaptimi? Tana o'zinikini o'zi ishlatayotibdi. Istashение organizma, istashение immuniteta-da. Da. Mana shu narsalarni biz tushuntirishimiz kerak-da xalqqa. Tushuntirish, to'g'ri tushun. Zaxira yo'q. Men aytaman, bor analiz topshirib kelgin desangiz, D tushib ketibdi deydi. D nechi? D10. D10 kam. 70-60 bo'lish kerak. Bugungi kundagi o'sha bo'layotgan stresslarni nervni sistema ko'tarishi uchun kamida 70 bo'lish kerak-da deymiz. 10 de. Kalsiyni aytmasam bo'ladi, magniyni aytmasam bo'ladi. Qolgan strukturalar nima xohlayapsan boladan? Qarang, juda to'g'ri aytyapsiz. Onkologiyani yosharish emas, onkologiya tez ko'tarildi deyapman. Yoshlar masalasida. Bolalarda juda ko'p. Menga olib kelishadi, shuni rangiga qarayman, yuraklarim og'rib qoladi, lekin bilaman qo'limdan hech narsa kelmaydi. Juda qiyin holatlarimiz bor-da. Shuning uchun birinchi siz bilan bizni qiladigan ishimiz ilm targ'iboti. Shunday. Ilm. To'g'ri ilm targ'iboti. Biz qancha ko'p targ'ibot qilsak, odamlar o'zi sekin-sekin kelaveradi. Haligi yomon ekan deb o'tiravermaymiz. Yomonni, yaxshi tarafini ko'rish uchun men keldim-ku.
yaxshi tarafini ko'rganim uchun keldim. Agar men o'sha narsani naukasini ichiga kirmagan bo'lganda, balki men ham boshqa narsalarda yurgan bo'lardim. To'xta. Shuncha yildan buyon yuribdi. 17 yil bu katta muddat. Bitta farzand tug'ilsa 17 yosh bo'ladi. Lekin bitta men shunchalik kelayotgan bo'lsam, demak hali u qarorga kela olmay yurgan odamlar qancha? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz oilamizga. Rahmat. Sizni bugun shu joyda Gano oilamizda ko'rganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mana o'zingiz aytganingizdek, siz mashhur insonsiz, O'zbekiston xalqimizni nazaridagi insonsiz. Hozir o'zingizda olgan natijasi xalqimizga erinishingiz bu tahsinga loyiq. Inshaalloh Gano shifo mahsulotlari, Gano Excel mahsulotlari umid qilamizki, biz bilan bir umr O'zbekiston aholisi bilan, lekin sizga savol, shu ilinishingiz necha yillar biz bilan xalqimizga ilinishingiz o'zidagi natijalarda. Mana bolalar haqida qayg'uryapsiz, ayollar haqida qayg'uryapsiz, erkaklarimiz zabardast bo'lishi kerak mahsulotlarni ichib deyapsiz. Necha yil biz bilansiz Gano oilasida? Ajoyib. Men 52 yoshdagi odamman. Xudo menga qancha umr bergan bo'lsa, men Gano bilanman. Rahmat. Alloh qancha umr berganini men bilmayman. Rahmat. Xudo qancha umr bergan bo'lsa, men shu mahsulotlarni iste'molchisiman, targ'ibotchisiman. Rahmat. Menimcha savolim. Ikkinchi masalam bor. Ikkinchi masala bor. Men aytib olay. Bo'ldi. Masalalar bor ekan. Masala. Mana siz aytdingiz, haligi so'zni chap o'ng bilan beradi bosh miyaga, keyin miya o'sha yerda hammasini tahlil qiladi. Bu ong ostidagi gap. Bizning tilimizda gipotalama, gipofizarniy oblast deyiladi. Ular o'zlarining hujayralari bor. Men misol uchun nima yeksang shuni o'rasan degan narsa aslida immunni shu yerga taalluqli. Sababi bug'doy yeksangiz bug'doy, arpa yeksangiz arpa o'rasa ясное дело. Lekin siz ongingizga nima ekayotgan bo'lsangiz, agar siz uni sug'ormasangiz hosil olmaysiz. Sug'oradigan narsa ganoderma. To'g'ri. O'sha avvalsimon hujayralar ong osti to'qimalarining ichida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham demoqchimanki, sizga ming rahmat, juda ham yaxshi talqin qildingiz. Haqiqatdan ham biza ganodermani iste'mol qilsak, ongimizga ekayotgan narsa hosil beradi. Men shuni aytmoqchiman. Sizga rahmat. Zo'r gap. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizni ko'p yillardan beri kuzataman ijtimoiy tarmoqlarda. Men Safarova Shahloman. 35 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman, Qashqadaryo viloyatidanman. Hozir Ganoda ishlayapman 8 yildan beri. Psixologiyaga juda qiziqaman. O'zim rus tili fanidan dars berganman, hozir nafaqadaman. Yoshim 59 da. Aytmoqchi bo'lganim, juda ham xursand bo'ldim. Sizni ustozimiz, ming rahmat sizga taklif qilganlariga. Endi jonli muloqot qanchalik yaxshi-ku. Xuddi shunday aytmoqchi bo'lganim, bizga mutaxassis sifatida ham psixologiya, ham nutritsiyologiya bo'yicha mutaxassissiz. Endi siz qanday tavsiya berar edingiz mana kimgadir ta'sir etish uchun? Har bir sohada, ayniqsa mana shu reklama sohasida ta'sir qiladi-ku insonga. Gapirish bilanda qanday tavsiya berarsiz? Nima qilsak yaxshida, qanday gapirsak insonning ongiga unchalik yaxshi ta'sir qilmaydi. Xo'p. Zo'r savol berdilar. Rahmat. Zo'r savol berdilar. Birinchi navbatda o'sha inson nima xohlayotganini, nima o'ylayotganini topib olishimiz kerak avval. U uchun nima muhim, uni prioritetlari nimadan iborat? Nimaga sarflamoqchi u vaqtini, umrini, sog'lig'ini, kayfiyatini, olgan bilimlarini avval aniqlashtirib olishimiz kerak. Unga Gano kerakmi yoki faqat siz bilan kelib gaplashib o'tirish kerakmi? Sizni energiyangizni o'g'irlab ketish kerakmi? Aniqlab prioritetlar aniqlab olinadi-da, nima xohlayapsan? Masalan, mendan Laziz Askarovni so'ramadilar, nima xohlayapsan shoira demadilar. Men o'zim keldim. Nima xohladim? Laziz Askarovga o'xshash xohladim. Chiroyli bo'lish xohladim, sog'lom bo'lish xohladim. Odamlarni negativlariga e'tibor bermayman shundoq ham, lekin nimanidir xohladim-ku men. Avval mana shu xohishlarni aniqlab olishimiz kerak. U biznes qilmoqchimi, mahsulot ichmoqchimi yoki o'ziga sarflamoqchimi? Prioritetni aniqlab olganingizdan keyin o'shanga qarab turib harakat qilasiz. Va so'rashingiz mumkin, shu kungacha nimalarga xarajat qilding? Umringni, vaqtingni, sog'lig'ingni, kuchingni va nima olding deb savol bering. Aytadi u nima olgan, hech narsa olmagan bo'lib chiqadi. Hech narsa olmagan bo'lib chiqqandan keyin aytasizki, men senga ikkita variant aytaman. Birinchisi, xohla mahsulotni iste'mol qil, xohla u mahsulotni targ'ibotchisiga aylan. Biznesda mana hozir
biznes psixologiyada bekorga o'qimayapman, построение biznesi. Men ham ko'p narsani bilaman deb o'ylayman-da, o'zimcha endi shunaqamiz, hammamiz, bilag'onmiz. Lekin bilmasligimizni tan olish o'zi juda katta mardlik aslida. Men aytdim, biznesni men yaxshi bilmayman. Demak, biznesda o'qib olishim kerak deb, hozir mana institut Smartda o'qiyapman. 4 oydan keyin bitadi. Ana undan keyin men sizga построение biznesi o'rgatib beraman. Biznesni qanday qilib yana ham rivojlantirish mumkin, kimga aytish kerak, kimni tortib kelish kerak auditoriyangizga, kimga nima deyish kerak. Hozir reklama qilish juda oson, bilasizmi nimaga? Har bittangizni rayoningizda xotin-qizlaringiz bor, mahallalaringiz bor. Borib targ'ibot qilishdan oson narsa yo'q. Chunki odamlar axborotni olmagan bo'lib chiqadi. Bilmaydi shu narsalarni-da, yoki targ'iboti noto'g'ri bo'ladi-da, negativ qilinadi, gapiriladi, negativga ham ha yoki yo'qqa biz tayyor bo'lishimiz kerak. Bu sizning shaxsiy fikringiz, men sizni hurmat qilaman, lekin keling, men ham o'sha bo'yicha o'zimning fikrimni eshitib ko'ring deb turib, yo'q, seniki noto'g'ri, meniki to'g'ri demaymiz biz. To'ppa-to'g'ri aytyapsan, bu sening shaxsiy pozitsiyang, shaxsiy fikring. Meni fikrim boshqacharoq. Keyin meni fikrimni ham eshitib ko'r, keyin borib analiz qilasan deb turib, uni o'sha bergan ma'lumotingizni chaynab yutishiga vaqt qoldiraylik. Men biznesda o'qib tugatib diplomni olib keyin mas'ulaga o'tib beraman o'rganganlarimni. Mayli, savolim mayli. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning faoliyatimizga. Meni endi bizning faoliyatimiz insonlar bilan ko'proq munosabat qilish, endi ko'proq ayollar bilan ishlaymiz. O'zim Dilorom Karimovman, Buxoro viloyati, o'sha Buxoro shaharida qilaversa o'sha jamiyatimizda shuni siz aytgandaqa targ'ibotchisi biz, shu faoliyatni. Chunki natija olganmiz. O'zim 46 yoshdaman. O'zim rovesniklarimizdan farq qilamiz. Sog'likda, ayniqsa endi shu mahsulot tufayli. Savolim shuki, nima uchun mana shu biz ayollar bilan munosabat qilganimizda hamma ham o'ziga pozvolyat qila olmaydi, ya'ni investitsiya qila olmaydi ayollarimiz jamiyatimizdagi. Mana shu defekt deydimi, nimadan deb o'ylaysiz shuni? Aytaman. Xo'p, bizda emotsional intellektda muammo bor qizlar. Hissiy yetilmaganmiz. Va jamiyatdagi o'sha ijtimoiy rollarimiz borki, biz bajarayotgan rollarimizni to'liq anglab yetmaganmiz. Va biz o'ylaymizki, biz hammani qutqaramiz deb. Chunki onalarda birinchi navbatda qutqaruvchi pozitsiyasi bor. Men onalarga aytamanki, sen avval o'zingni qutqar, keyin boshqalarni qutqarasan deyman. Chunki biz investitsiyani o'zimizga bermaymiz, chunki o'zimizga nisbatan munosabatimiz zo'r emas. Ko'pchilik o'zini o'zi yaxshi ko'rmaydi. Ko'pchilik o'zini o'zi hurmat qilmaydi. Ijtimoiy rollarini faqat bitta sistemasini bajaradi-da, qolgan sistemalar bajarilmaydi. Va bu sistemalarni hammasini bajarsa bo'ladi aslida. Hozir va shu yerda. Men hozir va shu yerda sizni oldingizda nafaqat psixolog, balkim ganon iste'molchisiman. Men eshigimdan kirgandan keyin men boshqa odamman. Ayollarimizda unaqa pozitsiya emas. Hammasini bo'yniga oladi, butun ro'zg'orni tortadi, lekin tanasini kuchi yetmayotganligini his qilmaydi. Komfortdan o'zini olib chiqib keta olmaydi. Ham bo'ladi, menga shu ham endi mayli shunaqa qilyapmiz-da, ha mayli kasal ekanman-da, endi vaqt kelsa tuzalar ekanman-da deydi. Qarang, inson agar qachonki o'zini yaxshi ko'rishni boshlasa, u o'ziga vложение qiladi. O'ziga investitsiya qiladi. O'zini salohiyatini qayerdadir bo'sh qolgan joyini bilsa, unga rasxod qiladi, unga yuguradi, chopadi. Masalan, mana shu biznesga kirib kelishimga o'sha ustozimiz janob Mirshod Shakirov sababchi bo'lgan bo'lsalar, masalan, juda katta proyektlarni men hozir boshladim shu inson tufayli. Aslida meni psixologiyada ko'tarilishimga mana shu inson sabab bo'lganlar. Televizorda juda ko'p chiqardim, lekin meni ijtimoiy tarmoqda faol bo'lmaganman. Bir kun aytdilarki, shoir opa. Bir kun aytdilarki, shoir opa zo'r mutaxassissiz dedilar. Keyin davaychi dedilar, sizni ijtimoiy tarmoqda YouTube'da olib chiqaman deb, mana shu inson qo'ying, Nozim aka nima kerak bor? Men o'zi shundoq ham hamma taniydi. Shundoq ham shunaqa hamma taniydi meni, kerak emas menga deganman. Yo'q deganlar. Siz tonki mutaxassissiz. Sizni yuzaga chiqarishim shart deb kameralarni ko'tarib majburlaganlar meni olib. Davay deganlar, tayyorgarlik ko'ring deganlar. Rahmat aytaman. Shu inson, ana endi qarangki, taqdir taqozosi bilan Ganoni ham shu inson ko'tarib beryaptilar. Assalomu alaykum yana bir bor. Men o'zim shifokorman, 33 yillik. Mana shu Ganon shifoga kelganimga 10 necha yil bo'ldi. Asosan vrach bo'lib turib, o'zimda частный klinikam bo'lib turib, o'zimdagi jiddiy muammolar orqali ishonib-ishonmay kelib qolganman. Hozirgi kunda juda ko'p insonlarga shu ma'lumotni beryapman va mana shu joyda yaxshi jamoa, yaxshi oila, yaxshi ona topyapmiz. O'sha onamiz o'rnida onalar. Mana siz psixologsiz, sizni ko'p kuzatganmiz.
hurmat qilamiz, mana shu sizni har tomonlama havas qilardik, yaxshi oilamizga kelibsiz, psixolog sifatida siz mana shu Gano jamoasiga kelib psixolog o'zingiz sohangiz tomonidan nima topdingiz? Gano jamoasiga kelibmi? Yo'q, mana shu yerga kelib, bizga ichimizga kelib, ustozni topib, o'zingiz sohangiz tomonidan nima topdingiz? Nima topdim deb ayta olasiz? Hayotimdami? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Bu yerdami? Bu yerda hurmat, Laziz Askarovnani mehri, chunki meni ota-onam o'tib ketishgan. Laziz Askarovnani mehrlari, e'tiborlari, chunki men ham sal tilim o'tkirroq psixologman, meni hamma maqtay yurmaydi. Laziz Askarovni maqtadilar, qanaqadir bir iqtidorimni ko'ra oldilar. Keyin onaga qidirdik menimcha. Hamma qatori ona qidirib kelganmiz. Laziz Askarovni boringizga shukr. Va nimani qidirdim men? Liderlar ichida bo'lish zo'r. Sog'lom fikrlaydigan odam liderlarning ichida bo'ladi. Va liderlar ichida bo'lsa, g'oyalarga g'oya qo'shiladi, maqsadga maqsad qo'shiladi, motivga motiv qo'shiladi. Chunki men faqat negativ bilan ishlayman-da, meni oldimga hamma puli ko'payib ketganidan, zo'r bo'lib ketgandan kelmaydi. Meni oldimga faqat problemani aytishga keladi. Lekin men ham kuch to'plashim kerak-ku. Qayerdadir, qaysidir auditoriyada bo'lishim kerak. Ya'ni kuchli, salohiyatli, maqsadi bor, motivi bor bo'lgan auditoriyaga ergashishim kerak men ham. Sog'lom fikrlaydigan. Chunki bitta meni sog'lom fikrim kam. Mana bu yerda yuzlab sog'lom fikrlar jamiyatdagi sog'lom atmosferani shakllantirib beradi. Biz ichimiz shunaqa guruh. Ha, shunaqa. Rosa xursand bo'ldik. 2 kundan beri juda chiroyli bo'lyapti o'zi yig'ilishlarimiz. Sizni men ham doim kuzatardim. Ismim Dilfuza Mahmurova, Mahmurovaman. Shu 10 yildan beri shu faoliyatdaman. Endi aniqroq 7 yildan beri 10 yillik iste'molchiman. Menga qiziq bo'lyapti. Siz kuchli psixolog ham muvaffaqiyatli ayol sifatida mahsulotlarni ichgandan keyin, chunki mahsulot bo'yicha ekspertman, har bitta sizning natijangiz menga muhim. Kuchli muvaffaqiyatli ayol va kuchli psixolog sifatida mahsulot iste'mol qilganingizdan keyin siz energiya oshdingiz, qanaqadir sog'ligingizda natijalar bo'ldi, lekin siz asosan muammoli insonlar bilan ishlaysiz va bunda sizda ruhiy holatingiz juda ham muhim. Siz ruhiyatingizda qanaqadir bir o'zgarish sezdingizmi mahsulot iste'mol qilgandan keyin? Ular bilan ishlash sizga osondek bo'ldimi? Shu narsa ruhiyatingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Mahsulotni men sevdim. Menimcha energiyam ko'payib ketgandan to'xtamasdan ishlayapman-da. Va muammolar deyarli, mana qarang, eng qiziq narsani aytib beraman. Bu yoqqa kelgandan keyin men Ganoni mahsulotlar haqidagi ma'lumotni o'zimda internetga yuklab, samolyotda ketayotganda o'qib ketganman-da. U ham bitta katta jarayonda, bilasizmi nimaga? Samolyotda ham hamma axborotni o'qiy olmaysiz. Birinchidan juda baland uchasiz, ikkinchi Allohga yaqin uchasiz-da. O'qiyapman-da, menda boshqacha ощущение. Va aytamanki, bular Malayziyada biz ko'rishib qolamiz dedik. Biz bir kun keyin uchdik. Masalan, Malayziyada tadbiriylikka borish plan qiluvdim. Biz kechroq keldik, lekin Laziz Askarovnaga yozsam biz uchdik уже dedilar. Biz ertasi kuniga uchganmiz. Nimaga? Birinchi navbatda har bir inson ilm olishdan to'xtash kerak emas. Ikkinchidan, men psixolog sifatida o'zim muammoga unaqa jihat chuqur kirib ketmayman. Bundoq qarayman, nimasida o'zgarish bor. Men soham shunaqa. Ishlash jarayonida unaqangi juda qiyinchiliklar tug'ilmaydi, lekin Gano bilan meni insulin rezistentligim o'ynab turadi-da, chunki har xil vaziyatda ishlaymiz, resursimdan ko'ra ko'proq ishlab qo'yaman-da ba'zi holatlarda. Shunaqa paytda darrov yordamga keladi. Shu. Chunki insulin seziladi, baribir yoshimiz katta, gormonal o'zgarishlar bor, klimaks davri va hokazolar. Lekin men charchoq sezmayapman. Resurs bor, bemalol. Keyin bitta zo'r tarafi, boshqa kofelarni kechqurun ichsangiz uyqungizni qochirib qo'yadi-yu, Ganoni kechqurun ichsangiz maza qilib uxlaysiz. Ana shu. Dam beradi. Da? Shunaqa. Ichaman-da, maza qilib uxlayman. Bu ham kerak. Buni ham targ'ibot qilish kerak. Qaraman, element, lekin ko'pchilik kofe ichsa yurib chiqadi. Lekin Ganoni kofesini ichsangiz ham tomoq yayraydi, ham oshqozon, ham miya dam oladi. Muhim taraflari ko'p. Men endi kuzatuvlarimni yozib boraman, baribir. Natijalar xudo xolasa yaxshi, yomon emas. Mijozlaringizdan olgan sizda larzaga keltiradigan boyagi eng yuqori nuqtadagi natijangiz haqida. Muammo aytmayman, muammolarim. Muammo emas, o'sha ishlaydigan muammolarim. Maqtanadigan yoki maqtanadiganim aytaymi? Wow, maqtanadiganim. Amerikada ishlagan mijozim 16 yoshda boshlaganman ishlashni, 16 yoshda edi. 17 yoshda Garvardda neyroxirurgiyasiga grantga kirib berdi. Eng zo'ri shu-da, chunki o'shani qila oldimman degan narsa bor. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
bizga oilamizga. Shoir opa, hozir aytdingiz, 3 oydan beri ichyapman shu gano mahsulotlarini deb. Men oldin o'zimni tanishtirsam, ismim Dilafruz, familiyam Shermatova. Bu faoliyatga 9 yil bo'ldi kirib kelganimga. O'zimda bosh miyada o'sha onkologiyani boshlanish diagnozi bilan kirib kelganman. Bu narsa bizda irsiy bo'lgan. Shu kasallik bilan men tog'am o'g'li o'tib qolgan, bosh miyada bo'lgan uniki ham. Meni bu faoliyatda bu gano mahsulotida eng sevgan mahsulotlarim Gold seriya. Buni butun dunyoga yetkazishingizni xohlayman. Reishi Gold, Excelem Gold, choy, gano choyimiz haqiqatdan ham brend, juda ham zo'r. Shokolad kofe, shu mahsulotlarni doimiy iste'mol qilaman. To'g'risi juda ham sevaman bu mahsulotlarni. To'g'risi shu mahsulot iste'mol qilganimda bosh miyamga kislorod yetib boradi. O'sha boshimdagi og'riqlar yo'qoladi. Alhamdulillah. Shoir opa, siz hozir 3 oydan beri ichayotgan mahsulotlaringizdan eng sevgan mahsulotlaringiz. Bu ham bitta reklama. Suprema kofe. Suprema kofe. Suprema kofe. Chunki 3 mahal ichaman. Rahmat. Nomini yodlab olganman. Chunki menga hali nomlarini yodlab olish qiyin. Mana Cordigoldni tanidim, ichdim, ko'rdim, ichini tutib ko'rdim. Ichlarida nimalar bor ekan deb, chunki maydalagandan keyin olib men shunaqaman-da, endi nima qilay. Lekin Suprema kofe. Reishi Gold, Excelem Goldni ichishingizni ham tavsiya qilaman. Endi ularni ham ichyapman, lekin uni alohida nima deydi, diqqat qaratib, mehr bilan ichganimdan keyin men undan oladigan insightimni yozaman-da. Menda sal boshqacharoq ishlaydi. Malayziyaga borganimda, 28 yil forumga borganimda kallagin sotib olganman. Ustozimga yetmay ham qolgan. Menda salom ustozimga. Ustoz bittani bering deganda ham yo'q deganman. Nimagaki mahsulot sevaman. Keyin o'sha kallagan mahsulotini ham tavsiya qilaman. Men o'zim o'shundan 10 pachka ichganman. To'g'risi bosh miyadagi muammo oyoqqa ham ta'sir qiladi. Menda shunaqa holat bo'lgan. Hattoki oqsoqlanib qoladigan darajada bo'lib qolganman. Alhamdulillah, Allohimga behisob shukr. Avvalo Alloh, mahsulot sabab o'zimda super natija olganman. Mashalloh. Zo'r. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bitta savolingizga javob bera olmay qoldim. 1 minut shuna savollarga javob berib olayda. Keyin endi bu meni bolaligim bilan bog'liq. Men buni intervyularimda ham rosa ko'p gapirganman. Aytaveraman, ko'pchilik biladi ham. Men notinch, noqobil oilani bolasiman o'zi aslida. Ichkilik ichiladigan, endi bu modniy, hamma oilasida bo'lgan bu narsalar. Lekin doimiy janjalkashroq oilani bolasi bo'lganman. Dadam bilan oyim hech qachon bir-birini sevmagan deyman. Lekin sevishdi, ular ham keyinchalik tushunib qolishdi. Bu yoshlar oilasida bo'ladigan narsa bo'lgan ekan aslida. Va men maktabga o'zimdan kichkinalar bilan o'qiganman, 1 yosh kichkinalar bilan. Menda doim bullying bo'lgan. Maktabda yaxshi o'qiganim uchun har doim tazyiqqa uchraganman. To o'qituvchilar tomonidan, to do'stlarim, sinfdoshlarim tomonidan bullinglar ko'p bo'lgan va mana shu narsalar sabab bo'lgan. Keyin oilamizda juda katta bir sinov kelgan. Dadam qamalib qolganlar. Dadam qamalib qolganlari 8 yildan ko'proq muddatga ketganlar o'shanda va onam pochtaga kirganlar ishga va pochtadan juda ko'p gazetalar olib kelganmiz. Ali o'qiydigan odamga eshigiga gazeta kirgandan keyin nima qiladi? Gazeta, jurnal o'sha Sovet davridagi rus tilida, men o'zbek tilida sinfida o'qiganman, lekin rus tilidagi gazetalarni yotib olib tushunsam, tushunmasam o'qirdim. O'sha Komsomolskiy pravdani bir chekkasida последняя kolonka degan joyi bo'lardi-da. U yerda psixologik motivatsion so'zlar, kichkina bir ibratli narsalar yozilardi-da. Doim onamni qutqarmoqchi bo'lganman-ku. Onamni qutqarmoqchi bo'lganman, ko'nglini ko'targanman, yig'laganlarida siqilmay oyi deganman. Keyin qarab sekin-sekin mana shu sohaga kirib qolganman. Kirib qolgan emasman, boshqacha bo'lgan. Men ona tili adabiyot bo'yicha respublika olimpiadasi g'olibiman. Ona tili adabiyot bo'yicha menga institutga kirish tekin bo'lgan. Milliy universitetga suhbat bilan kirib ketganman, filologiyaga. 4-kursga borganimda menda boshqa programma ishlashni boshlagan. Buyuk Navoiy shaxsi kim? Qanday qilib u darajada buyuklikka erishdi? Umar Xayyom, Rumiy qanday yozdi? Qanday yozish mumkin shuncha narsalarni? Qanday qilib qalbni ko'rish mumkin, ruhni his qilish mumkin deb rosa boshqa programmani ishlab ketib qolgan. Keyin men ustozimga aytganman, Munisa Kamoliddinova degan ustozimiz bordilar, Xudo rahmatli. Munisa opa, menda Navoiy shaxsi emas, Navoiyning she'riyati emas, shaxsiyatiga qarab ketyapman. Sam, qizim, siz juda katta yo'nalishga kiribsiz. Sizni men tavsiya qilaman, agar o'qiy olsangiz, sharoitingiz ko'tarsa, falsafani, psixologiyasini o'qing dedi. Keyin falsafani, psixologiyasi endi bitta oliy ma'lumotni bitirdik, keyin ikkinchisiga bordik. Ijtimoiy psixologiya, u paytda falsafada bitta fakultet bor, ijtimoiy psixologiya. O'sha yo'nalishni o'qiganman qo'limda bola bilan, qaynonamning xizmati bilan. Voy shuncha ham o'qiysanmi, namuncha o'qishing ko'p desa, endi shunaqa ekanda deb turib, ikkinchi institutni ham bitirib olganmiz-da.
O'shandan keyin man juda ko'p kitob o'qiyman, judayam ko'p adabiyot o'qiyman. O'qigan institutlarim soni juda ko'p. Nozim aka biladi, ko'p o'qib yuboraman, lekin hammasini hayotga tatbiq etib ketaveraman, joyida qo'yib ketaman. Mana shu narsalar sabab bo'lgan. Oiladagi muhit, bulinglar, tazyiqlar, endi haligi nima deydi, onam ko'p ko'ylak olib bera olmasdi, lekin sinfimdagilarning ota-onasi savdogar bo'lganligi uchun ular chiroyli kiyinib borardi. Libosdan kamsitilganlik, bu ong ostimda qolib ketgan. 3 yil shapago'lik bo'ldim o'zim. Mana shu yaqin bir 2 yil bo'ldi to'xtatganimga. Bir 500 dan ortiq kiyim olib tashlabman. Hamma yoq kiyim, hamma yoq ko'zim ko'rgan narsani olaman, bitta kiyaman deb berib yuboraman. Qarang, birovlarning narsasini kiyib katta bo'lganmiz-da. Bu keyin o'tirib analiz qildim. Nima men bunchalar kiyimga ruju qo'ydim dedim. Savol berganimda ong ostidan papka bunday ochildi-da, "Sen o'zing chiroyli libos kiyganmisan? Sen o'zing bir chiroyli libos kiy olganmisan? O'zingning libosing bo'lmagan-ku. Shu uchun sen hozir shapago'lik bo'lib qolding." O'sha qondirilmagan, podsoznaniyadagi ehtiyojlarni shu kiyim bilan bosdim, stop bo'ldi shu narsa bilan. Shu bilan to'xtadi. Mana hozir yaqin 1 yillikda kiyim olayotganim yo'q, chunki garderob to'la tiqishga joy yo'q. Lekin beraman kiyimimni. Bitta kiyaman-da, eng yaxshi ko'rganim o'sha rangi o'zimga shunaqa stili tushgan bo'lsa, so'rashadi, "Shoir opa, rosa shu ko'ylagingiz chiroyli edi, olib ket" deyman. "Keda olib ket" deyman. Berib yuboraman. U kiyadimi, men maza qilaman. Shunaqa. Demak, haligi ehtiyojlarimiz bor-ku, mana shu joyga kelishingizga ham sizni ehtiyojlaringiz sabab bo'lgan. U ochiq ular. Bu ehtiyojlar menda ham bor. Zo'r bo'lish ehtiyoji, kimgadir yordam berish ehtiyoji, kimnidir mehrini qozonish ehtiyoji, jamiyatda o'rnimiz bo'lish, bu ehtiyoj buni hammasi, potrebnost. Ular juda ko'p. Ular juda katta. Lekin buning ichida Lazzaskarni aytdilar, "Senda pulga ehtiyoj yo'q-a" dedilar. "Pulga qiziqmaysan-a" dedilar. Pul birinchi prioritet emas. Boshqa ehtiyojlar bilan ketaverasiz-ku, pul orqangizdan o'zi keladi. Ilmga ehtiyoji bo'lib boraverasiz, pul o'zi keladi. Yangi sohaga qiziqish bilan boraverasiz, o'sha sohangizga qo'shilib u ham kelaverar ekan. Bugungi liderskiy yig'ilishimizga judayam xalqimiz hurmatida yurgan insonimiz, yuqori saviyali insonimiz Shoiraxonim Isakova taklif qilindilar. Ular o'zlarini shu Gano faoliyatiga qanday kirib kelganliklarini hozir liderlarimiz bilan o'z fikrlari bilan bo'lishmoqdalar. Ganoning asosiy missiyasi har bir oilaga sog'lik, farovonlik olib kelish. Yes! Suprema. Suprema. Suprema.